Ka'baning ustiga yopiladigan qora mato, ya'ni Ka'ba po'sh hech qachon sotish mumkin emas va sotib olish mumkin emas. Keling, mana shu qora mato haqida siz umuman bilmagan ma'lumotlarni hozir gapirib beraman. Faqat videoga like bosib, oxirigacha kuzating. Ka'baning ustiga yopiladigan qora mato, ya'ni kisva. Bu mato shunchaki Ka'baga bezak berish maqsadida foydalaniladi. Rangi qora, tilla iplardan yugurtirilgan yozuvlar ham mavjud va bu mato 1 yildan 1 marotaba almashtiriladi. Sababi Saudiya Arabistoni yil 12 oy quyoshli issiq hudud bo'lganligi sababli bu matoning sifati o'chib, rangi o'zgaradi. Almashtirilgan eski Ka'ba po'shlar bir qism bo'laklarga bo'linib, Saudiya oilasi tomonidan va Saudiya oliy hukumati tomonidan turli xil davlatlarga hadya tarzida beriladi yoki rasmiy tashrif bilan kelgan rahbarlarga hadya sifatida taqdim etiladi. Sotish mumkin emas va qonuniy jihatdan taqiqlanadi. Saudiya Arabistoni hududida agar bu ishni amalga oshiradigan bo'lsa, yaxshigina jarimaga tortilishadi. Va po'shning maqomdoshlari ham bor. Ular nima desa, Ka'baga osilmagan matolar hisoblanadi va bu matolarni ham narxi anchagina qimmat. Va po'shning maqomdoshini obunachilarim orasidan kimdirga hadya qilsam nima deysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Reaksiyaga qarab keyingi videolarimizda hadya qilishga harakat qilaman.